Boshqa ishi yo'q. Boshqa ish yo'q. Ishi yo'q hozir. Siz ismingiz nima? Ozodbek. Siz ham akangizga yordam berasizmi? Yo'q, men rani ukasi emasman, ko'chada ukasiman-da, o'shaning uchun akam meni. Yordam berib turasizmi o'rtog'ingizga? Ha? Nima masalalarda ko'proq yordam berasiz? Og'ir yuk bo'lsa men ko'tarsam o'sha yukka. Nima bo'lsa, o'shanga qarashaman men akamga. Bu ayasiga yordam beradi, uyga pul olib boradi. Har kuni pul olib boradi, tirikchilik. Oilasini boqadi, mash bola. Boshqa hech kim boqmaydi mana. Boshqa narsalarga sarflamaydimi pulini? Boshqa narsalar sarf Kompyuter o'yinlari bor. Yo'q, unaqa narsalar umuman o'ynamaydi. Faqat ish, faqat ish. Ishlayman dedi. Hunar o'rgansa bo'lmaydimi? Usta shogird bo'lib, bir yaxshi ustaga tushib hunar o'rgansa. Ishlash kerak, ayasini boqadi, uydagilarni boqadi. Men nimaga bu videoni ko'rsatkim keldi bilasizmi? Bu yerdagi bu holat yoki ahvoldan emas. Bu kichkinagina farzand ismi Zafarbek, mana shu Zafarbekki onasi uchun qilayotgan harakati. Onam uchun deyapti, har bitta gapida mana shu narsa meni juda ham ta'sirlantirdi. Mencha faqat bizning millatda bo'lsa kerakmi deyman-da. Onam xursand bo'lsinlar, topgan pulim ona. Masalan, shu yoshda internetlarda yurib, boshqa narsalar, parklarda yursa bo'ladi. Yo'q, qarang, men onam uchun onamni boqishim kerak, onamni xursand qilishim kerak deyapti. Undan tashqari yondagi do'stini qarang, mana qanaqa vafodor do'st bor ekan hayotda. Bor ular albatta. Bugun mana shu Zafar do'sti onasi bilan olamizda o'tiribdi ular. Men o'zim taklif qildim. Mana shu konsertimga tayyorgarlik mobaynida bo'lib qoldi-da shu holat. Ta'sirlanib ketdim. Shunchalik onam deyapti, o'rtog'im deyapti. Shunaqa odam o'tirish kerak mana konsertimda dedim-da. Agar xo'p desanglar, Zafarbek, qattasan, ke ukam. Qanisan? Qatsanglar, qattiroqchilar. Har birimizni farzandimiz o'xshasin. O'rtog'ini qarang. O'xshaydi bir-biriga. Zafarbek. Assalomu alaykum, Tamilaga. Alaykum. Ko'zida yosh qarang. So'r bo'l. Sana oting Ozodbek. Sen so'rov mana qarayotgansan, ha gapiringni. Mana qiladi. Salomlashib qo'y. Assalomu alaykum, zo'r yaqindan kelganlarga. Bir narsani aytaman, bugungi holat faqat bu kun bo'lyapti. 8-noyabrga bular keldi. Chunki ishlash kerak, o'zingizlar tushunasizlar. Oila bola chaqa degandek. Bolalaringdan nechta? Albatta hazır. Ukam umring uzoq bo'lsin. Farzandim senga o'xshagan shunaqa onam, otam deydigan bo'lsin. Ilohim, men rostdan mazza qildim. Sizlar bilan shu narsani bo'lishkim keldi. Bilasizmi? Mana shu konsertga taklif qilayotganda men o'zim gaplashmadim-da, o'rtoqlarim orqali taklif qildirdim uni. Konsertga tushish xohlaysanmi? Seni videoyini ko'rib, men seni yaxshi ko'rib qoldim-da, chaqirasizlar-da, o'zim ssenariyni tuzib berdim-da. Shunda bu bo'ldi, kelamiz dedi. 2 kishilik sizlarga taklifnoma bor. 8-noyabr kunga tushsa, aka, biz 3 kishimiz. Meni o'rtog'im bor. O'rtog'im kim bo'lsa bo'lmaydi deb Ozod seni shunaqa bir o'rtog'ing bor ekan. Qoyil qoldim. Zafar, endi o'zi katta bo'lganda kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lganda men shu ingliz tili tarjimoni bo'lmoqchiman. Yana nima orzularing bor? Orzularim oyimni xursand qilish, chet ellarga aylantirishga olib borish. Qatga masalan. Hajga, Dubayga, hajga. O'zi borganmisan birorta joyga? Yo'q. Hali bormagansan. Yig'lama, nima yig'layapsan? Ko'zlari yoshlanib ketyapti. Bilasizmi? Sen yig'lama deb turgin, ya'ni u videodagi. Yig'lama deb turgin. Bilasizmi, bugun konsert dasturimizda, bu yil konsert dasturimizda muxlislarimiz uchun chiptalarni tashlab yubormaysiz. Ajoyib Apex Insurance sug'urta kompaniyasi homiylik qilmoqda. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Bu kompaniya bugun ajoyib sovg'alar, hech qaysi bir konsertimizda bo'lmagan sovg'alarni taqdim etadi. Mana shu konsert davomida mana shu videoni ko'rib qolganimda, men ta'sirlanganimdan keyin homiyimizga telefon qildim deb bir narsa aytdim. Hozir bir narsa yuboraman, videoda ko'ring dedim. Shu bolani onam deyishini qarang dedim. Hajliga yuboraman deyishini qarang dedim. Yuborganimda shunaqa bir taklif bo'ldiki, hozir senga bir narsa sovg'a qilamiz.
Apex Insurance kompaniyasidan olib chiqasiz bu yoqqa qarsiylar asosida. Zafarbek bilmaydi bu nimaligini. Sovg'amiz Apex Insurance kompaniyasidan. Bu Ozodbekga. Bu esa senga. Undan tashqari seni telefon raqamlaring bor. Seni hamma ma'lumotlaring bor bizda. Bilasan, mana shu kompaniya senga 10 kunga Sharman Shefga hamma narsasi ichida tekinga yo'llanma qilib beradi. Umuman xarajating yo'q. Mazza qilib yeb ichib kelasan. Zafarbek, mana shu tempda davom et. Onajoningni ehtiyot qilgin. Ularni xursand qiling. Hajlarga olib borgin, Xudo xolasin. Endi onajoning bilan yana gaplashgin. Agar onajoning xohlasalar, mana shu yo'lga ketadigan xarajat pullarini o'rniga sen uyingga o'sha pulga darajada xohlagan narsani, nima xohlasang hammasini qabul qilasan. Sen bilan telefonlashadi. Xo'pmi? Zafarbekga guldiroz qarshi chalasi.